Mana mana shunaqa yong'oqli paytida 3 tadan 7 kun, 7 tadan 3 kun suv bilan yutib olsangiz bo'ldi. Oxirgi kunlarda yong'oq o'simligi haqida ma'lumot ko'p so'rashyapti. Yong'oqni xom holatda suvga aralashtirib ichish, uni qaynatib ichish yoki oddiygina yutish haqida ma'lumot so'ralgan. Lekin bu hammaga ham mumkin emas. Agarda sizda diffuz toksik buqoq bo'lsa, tugunli buqoq bo'lsa yoki buqoqdagi tugundan toksin ajralayotgan bo'lsa, sizga umuman yong'oqni iste'mol qilish mumkin emas. Iste'mol qilishdan oldin albatta TTG gormonini tekshiring, qalqonsimon bezni UZI qiling. Shundan keyin endokrinolog maslahatidan keyin yong'oq iste'mol qilsangiz bo'ladi. Yong'oqni butun yutishni serotoksikkoz bemorim qabul qilgandan keyin mazasi bo'lmay qolgan. Shuning uchun ba'zi bir blogerlarga ma'lumotni oldin o'rganib chiqib yoki tagida ba'zi bir holatlarda mumkin emas degan yozuv bilan keyin publikatsiya qilishingizni iltimos qilaman. Kerakli odamlarga yuborib qo'yishni unutmang.